Bugun hammamiz kutgan kun. Sababi yana bir necha soatlardan keyin O'zbekiston hamda Portugaliya futbol musobaqasida bahslashadi. Xuddi siz xohlaganingizdek men ham xohlayman O'zbekiston terma jamoasini g'alaba qozonishini. Agarda O'zbekiston terma jamoasi g'alaba qozonsa, mana shu videoni kommentariyasiga 30 sekund vaqtingizni ajratib taxminiy shotni yozib keting. Birinchilardan bo'lib to'g'ri topsangiz, qo'limda turgan mana shunaqa chiroyli gullar hamda orqamdagi mashinadagi chiroyli gullarni o'z egalariga topshiramiz. Albatta egalarini jonli efir orqali aniqlaymiz. Bu o'yinda ishtirok etish uchun siz aynan qiz bola bo'lishingiz shart emas, o'g'il bola bo'lsangiz ham bo'ladi. Sababi yaqinlaringizni, ya'ni onangizni, singlingizni yoki opangizni ham mana shunaqa chiroyli gullar bilan xursand qilib qo'ysangiz bo'ladi. Albatta bizni manzilimizni bilmaydiganlar Floriya Jizzax gullar do'koni qisqacha tushuntirib o'tib ketaman. Jizzax shahar prospekt ko'cha Politexnika institutini to'g'risida joylashgan. Narxlar bizda umuman boshqacha, sifatda endi umuman gapirmasak ham bo'ladi.